Oddiy banan po'stlog'idan xonagullar uchun zo'r tabiiy ozuqa tayyorlasa bo'ladi, lekin bu ozuqani ko'p ishlatish kerak emas. Banan po'stlog'ining tarkibida o'simliklar uchun kerakli moddalar ko'p bo'ladi. Bu asosan kaliy, kalsiy, temir, magniy va fosfor. Ozuqani to'g'ri tayyorlash uchun biz birinchi o'rinda banan po'stlog'ini yaxshilab quritib olishimiz kerak. Qurigandan keyin buni mikser yoki mana oddiy qovunchi yordamida maydalab olamiz. Mana tabiiy ozuqamiz tayyor. Endi har bir xonagullarimizni tuprog'iga bir osh qoshiqdan sep chiqamiz. Mana shunaqa qilib sep chiqasizlar va o'zini tuprog'i bilan chopib olamiz. Tamom. Do'stlar, videoga bitta like bosib, tanishlarga tarqatib qo'yinglar. Zo'r ozuqa, o'zim ancha yillardan beri ishlataman. Faqat bu ozuqani ko'p ishlatish mumkin emas. Bir oyda bir marta ishlatsanglar yetadi. Agar ko'p ishlatadigan bo'lsanglar, tuproqda har xil hasharotlar ko'payib ketishi mumkin, asosan tashqarida turganda. Va juda muhim narsa, banan po'stlog'ini to'g'ri quritish kerak. Agar buni noto'g'ri quritadigan bo'lsanglar, tarkibidagi moddalar yo'q bo'lib ketadi. Shu videoning opисаниясida men to'g'ri quritishni yozib qoldiraman. Va do'stlar, banan po'stlog'ini svejiy holatida ham ishlatsa ham bo'ladi, faqat ozgincha boshqacharoq tayyorlanadi. Buni ham men opисанияda yozib qoldiraman.